Shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi Toshkent shimoli sharqida joylashgan Buyuk Ipak yo'li metrosi atrofidagi do'kon va bekatlar buzila boshladi. Gazeta Uz nashrining xabar berishicha, avvaliga mahalliy hokimiyat vakillari toshkentliklar orasida Svetlana nom bilan mashhur do'kon xodimlariga binoni darhol tark etishni buyurganlar. Kech tunda shahar kommunal xizmatlari ishchilari Buyuk Ipak yo'li stansiyasidan chiqaverishdagi 4 ta bekatni buzishga tushganlar. Avtobuslar yo'nalishlarining o'zgarishi haqida e'lon joylashtirilgan. Svetlanaga tutash do'konlar egalariga ham o'z joylarini bo'shatib qo'yish buyurilgan. Rasmiylar o'z amallarini hududni obodonlashtirish deya izohlashmoqda. Binoni ko'chirish paytida do'konlardan birining tomi yonib ketgani xabar qilinadi. Metroga yaqin joylashgan do'konlar egalari ularning do'konlari ko'chiriladimi, yo'qmi bilishmaydi. Buyuk Ipak yo'li metrosi yonidan Prezident trassasi o'tadi. Metro atrofidagi ko'rinish kimlargadir yoqmagan bo'lishi mumkin. Toshkentda Prezident korteji o'tuvchi yo'llar atrofini ta'mirlash yoki butunlay olib tashlash yoda yo'llarni parklarga aylantirish boshlanganiga ko'p yillar bo'ldi.